Assalomu alaykum hammaga. Assignment 3 Coffee Machine OOP in Java. Hop, unda ko'p gapirib boshlaymiz. Xo'sh, birinchi bo'lib assignmentni tushunishdan boshlaylik. Java Collection ishlating deb qo'ygan, endi hali o'tilmadi, shuning uchun ishlatmasa ham farqi yo'q. Endi ishlatsa osonroq bo'ladi, endi ishlatmasa ko'ramiz bugun. Xo'p, requirement shunaqa, bizda coffee machine qilish kerak. O'zi misol ko'chada endi ko'p ham bo'lmasa kerak-yu, no как-то nima deydi, ATMlarga o'xshaydi. Просто kofe tayyorlab beradigan mashinaga ishlatib ko'rgan bo'lsangiz, mana shunaqa bo'ladi. O'shani kodini yozib tayyorlash kerak. Xo'p, bizda asosiy bo'ladigan narsa bu yerda 3 ta narsa bo'ladi. Misol coffee machine tushunib olsangiz, mana o'qib chiqamiz birinchi requirementni. Xo'p, bizda coffee machine har xil kofelar bo'lar ekan. Har bittasini o'zini ismi va price bo'lar ekan va produktlar, mahsulotlar amount'i, coffee, milk, water ishlatilgan. Misol yozib qo'yilgan. Har bitta mahsulot uchun qanchadan nima ketadi. Misol cappuccino uchun 7000, cappuccino 7000 ga sotilar ekan. Coffee amount 100 gram, milk 100 gram, water 100 bo'lsa, espressoda 6000 ga sotilib 100 coffee gram, milk вообще yo'q ekan, water bo'lsa 100 ekan. Ishlar mana shunaqa. Har xil bo'ladi. Endi bu coffee edi. Xo'sh, keyin mana bu coffee mashinada mana shu add coffee degan function bo'lishi kerak. Mana shundan olib buni qo'shiladigan bo'lishi kerak. Keyin yozib qo'ygan get price function yozish kerak. Nima qilish kerak? Agar misol cappuccino deb yozsak va cappuccino bizda bor bo'lsa, o'sha available produktlardan bo'lsa, o'shanda 7000 ni qaytaradi yoki macchiato deb yozsa 7000 qaytaradi ham. Agar yo'q bo'lsa, misol -1, ya'ni error kod qaytaradi. Xo'sh, payment kartlar, как bank kartalari или boshqa o'sha karta, как korzinkani kartasi bor-ku alohida, xuddi shunaqa kofe uchun ham alohida kartalar bo'ladi. Xuddi o'shanaqani aytyapti va har bittasi alohida IDga, unique IDga ega bo'ladi va ularning ichida balans, ya'ni pul bo'ladi, mablag'i, kredit deyilgan bu yerda. Misol 7-raqamli kartada 550,000 so'm bor ekan. Ular recharge card degan klass orqali qayta to'lansa bo'ladi, ya'ni pul qayta tashlanadi-ku, misol ATMdan. Tam o'sha kartaga pul tashlash mashindan bo'lar ekan. Recharge card degan function yozishimiz kerak. Agar o'qib beraman, просто ID agar biza kiritgan misol 7 deganini kiritsak, bu topadi. Topib turib biza misol 10,000 qo'shmoqchimiz, topdi. Keyin 10,000 qo'shadi, chunki bu bizda bor bunaqa karta. Endi biza mana bu yerdan 14 degan kartani IDsini kiritsak, lekin bunaqa yo'q. Bu yerda aytyapti, non existing card agar provided bo'lingan bo'lsa, yangi karta yasab qo'yadi. 14 kiritdik, 14 IDli yangi karta yasaymiz va bo'ldi, shu bilan aniq qo'yamiz. Keyin anaqa kiritilgan kart ID bo'yicha biz get credit function yozamiz, чтобы uni narxini bilib olishlik uchun. Agar вообще-то noto'g'ri ID kiritilsa, unda error kod qaytaradi. Endi coffee mashinani refill qilsa bo'ladi. U men 3 ta produktdan tashkil topgan. O'zi kofega yana shakar ham qo'yish kerak bu yerda. Hozir bu yerda faqat 3 ta berilgan, ishqilib kofe, sut, suv, sut. Administrator produktlarni, misol etlik, biz etdik, qayta to'ldirmoqchi. Hozir diagrammada ko'rsataman. O'sha borini yana qo'shmoqchi, ko'proq tiqib qo'ymoqchi. Kofe mashinaning ichiga ko'proq kofe, ko'proq suv, ko'proq milk qo'shib qo'ymoqchi. Chunki tugab qolgandan keyin как-то shunaqa qilinadi va refill product function yozamiz bunga. Misol cappuccino degan kofe kiritilsa, uni biz bilib olishimiz mumkin qancha produktda ketadi. Ya'ni misol bizda
100 300 ketsa har bittasidan har bittasidan 100 ketib 300 ketsa available coffee degan functiondan biz tekshiramiz mana shuncha yetadimi yoki kammi, kam bo'lsa false qaytaradi, bo'lmasa true. Endi sellingda boshqacha. Xo'p, oddiy tushuntiraman. Payment kartini tiqqanida u birinchi kartani tiqiladi, keyin kofe nomini tanlanadi, pik qilinadi va kofe yoki karta bizi bor narsamizdan bo'lmasa, unda nima deydi, chiqib ketadi. Ya'ni biz misol mana bu yerda kirityapmiz, qanaqadir Nestle degan kofe kirityapmiz, lekin unaqa kofemiz yo'q. Yoki karta kirityapmiz 28 degan. Birinchi kofeni oladi, keyin kartani tekshiradi. Kofe yo'qmi, bo'ldi, mana bu yerdan уже itaraveradi -1 qilib. Bo'lmasa nima qiladi? Agar kofe ham kiritilsa, espresso kiritsangiz, 7-karta raqamli karta kiritsa va agar mana bu nima deydi, produktlarning amounti yetsa, mana bundan necha pul yetib qoladi? 50 mingdan 7 ming 6 ming ayirib Shunda mana bunda 44 ming qoladi espressoda. Mana endi bu diagrammada shuni ko'rsatib yuboray. Coffee machine bo'ladi. Coffee machine vending mashinlarga o'xshaydi. Vending machine. Mana bunaqa yoki coffee machine deylik. Mana bunaqa. Вот, mana kofe chiqarib beradi. Mana bu yerda misol aytaylik, просто aytyapman, sut kofe bo'lsa, mana bu yerdan o'zi tayyorlab, chiroyli qilib chiqarib beradi. Mana. Ishqilib mana shu narsani hozir biz yozyapmiz. Endi bu ko'chada bo'ladiganini yozyapman, bu uydagisi. Endi ko'chada boshqacha bo'lsa kerak. Xo'p, endi qaytsak ishqilib coffee machine bo'ladi. Coffee machine. Ikkita narsa bo'lishi kerak bizda. Coffee stock, milk stock, water stock bilan kofeni o'zini farqi bor. Nimaga? Aytaylik, coffee mashina bizda qanchadir miqdorda umumiy massadagi produktlarni qabul qila oladi. Misol aytaylik, coffee mashinani ichiga biz maksimum kofedan 5 kilo, 5000 mg, milkdan 5000 mg, waterdan 5000 mg qo'shib qo'ysak bo'ladi. Keyin mana shu available stockdagi produktlardan biz har xil kofe qilsak bo'ladi. Endi men eng arzon kofe 3 в 1 qiladigan bo'lsam, kofe 100 kerak, milk 150, water 100 kerakda. Keyin men uni kofe qilsam bo'ladi. Requirement shu. Bu nima qilaman? Buni qilish uchun agar men kofe mashinaga mana bu eng arzon kofe 3 в 1 kiritaman, 100-150 kiritaman. Endi mana bular bo'lish kerak-ku. Agar mana bu narsa, misol kofe 50 bo'ladigan bo'lsa, menda error qaytaradi. Chunki kofe уже qolmabdi, yetmaydi. Shunda error qaytaraveradi. To'g'ri bo'lsa ketaveradi. Buni ham tekshiradi, buni ham tekshiradi. Ish qilmasa shunaqa bo'ladi. Keyin kartani kiritaman. Keyin to'g'ri bo'lsa hammasi, shunda kartadan pulni yechib oladi. Shunaqa qiladi. Osoni shu. Endi bizda ustoz o'zi yaqinda yuklab qo'ygani bo'yicha mana bu yerda main bor. Mana bu yerdan kirsanglar, mana CRC, bu yerda main bor, uzmiyodi, coffee machine bor. Mana mainda bundoq qaraysizlar, mana shu narsalarni run qilsa, mana shu funksiyalar bo'lish kerak. Keyin run qilsa bular to'g'ri chiqishi kerak. Coffee machine'da berib qo'yganlar. Mana shunga qarab yozsanglar bo'ladi. Tayyor funksionni atributchalari berib qo'yilgan. Buni bundoq ichidagi logikasini o'zimiz ishlab chiqishimiz kerak. Endi men hozir bunga tegmayman. O'zimga o'ta qolaman. Xuddi shu. Menda ham deyarli xuddi shu. Endi xo'p, menda nimalar bor? Aytaylik, men kod representationga o'tdik. Birinchi bo'lib buni ichini ko'p tushuntirmayman. Oddiy qaranglar. Ishqilib kofeda nima bor edi? Kofeda mana kofeda men 5 ta narsani biz kofe degan Java'ni ichiga yozib olamiz. Mana uchalovi amount, mana bu 3 ta nomi, mana bular amountlarini yozib olamiz. Kofening o'zini nomini, price'ini, mana bu 5 ta narsani biz shuni o'tamiz-da, mana bu yerga yozamiz. Mana coffee degan klass ichida name, price, coffee amount, water amount, milk amount.
Xo'p, bitta rang qilib ko'rsatib qo'y, qanaqa bo'ladi. Xo'p, implementatsiyasida yangi kofe mashina olasizlar. Buni hozir tushuntiraman. Ishqilib, mana cappuccino degan kofe qo'shilyapti, amountlar yozilyapti tayyorlash uchun. Narx yozilyapti. Mana qaynoq kofe nech pulligi, qancha kofe, qancha suv, pul ketishi yozilyapti. Bu yangi kofe qo'shayotganda shu funksionni ishlata olishimiz kerak. Productni refill qilganda refill product yozamiz. Kofeni 1000 grammga oshirgan, ya'ni kofeni qo'shamizda 1000 gramm oshiradigan function bu. Yoki milkga 500 milligram qo'shib qo'yadigan function. Waterga 4000 qo'sharmiz, ko'ramiz. Endi recharge card, misol 14-raqamli kartaga biz 10,000 so'm qo'shamiz yoki 24-kartaga biz 7500 so'm yana qo'shimcha qo'shib qo'yamiz. Shuni recharge card orqali qilamiz. Endi bitta rang qilsak, qanaqa rang bo'ladi? Xo'sh. Mana bu narsalar qo'shilibdi, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, kofeda mana bu narsalar qo'shilibdi. Eng arzon kofe 3000 ekan. Keyin amount 150 ekan. Amountlar ham kam. Shunaqa. Kartalar bizda ishlayapti, biz qo'shdik bularni. Bizda mana bular nimaga qo'shilib ketdi desanglar, recharge kartda bular o'zi yo'q edi. Karta yo'q bo'lsa o'zi yangi qo'shib yuboradi. Mana kartalarimiz tayyor. Kartalar ishlayapti. Endi ikkita men kafe menyu deb qo'yganman, nom o'zgartirish uchun. Kafe menyu e'tibor beringlar. Kafe menyu bilan kartalarni array ochib qo'yganman. Kafe menyuda kofelar, produktlar, ya'ni mana bu narsalar bo'ladi. Mana bu narsalar bo'ladi. Cappuccino, espresso, 3 в 1, mana shunaqa kofelarning nomlari yoki boshqa narsalar bo'ladi mana bu yerda. Array listni ichida ochib qo'yganman. Kartada o'sha kartalar bo'ladi. 14-raqamli, 7-raqamli, 21-raqamli kartalar turadi. O'sha arrayning ichiga saqlaymiz. Xo'sh, o'shaning uchun ochib qo'yganman. Kafe menyusidan kofeni tanlaysizlar. Menyuda kakda. Xo'p, kartalar ishlayotgan ekan bizda. Xo'p, endi get price function yozing dedi. Macchiatoni misol price'ini olaylik. Agar biz berib qo'yganmiz bu yerda, agar men bu oxirida -1 qaytarsa, demak xato ekan. Bo'lmasa price'ini olamiz. Xo'p, macchiatoni price'i 7000 ekan. To'g'ri ekan. Xo'p, to'g'ridan-to'g'ri rang qilgan ko'rsataman. Xo'p, endi machine get credit function, ya'ni bitta kartani olib, uni ID'sini bersak, u bizga pulini qaytarib berish kerak. Men yozdim, misol 14-kartani tanlayotganman, 14 yozganman. 14-kartani krediti ID orqali beryapman. Endi qanchalik ekan? 10,000 ekan. Mana bilyapmiz endi men mana bu 7 deb turib, mana bu IDni 7 bersam, mana 7niki 50,000 so'm ekan. 50,000 so'mi, 50,000 so'm. Xo'p, coffee picket, endi bu yerda transaction, ya'ni sell qanaqa bo'ladi? Eng arzon kofe qanaqa kofeligini bilmayman, lekin eng arzoni oshonalarda qilib beradigan taku eng arzon kofe o'sha 14-raqamli kartamiz bilan kirityapmiz. Agar -1 xato qaytarsa, bu yerda error. Agar bo'lmasa, unda biz rezultatni qaytaramiz. Bu yerda nima qilingan? Requirement etilgani bo'yicha agar bu qaytarilsa, qayerdan olinganligi, kolumindan, qaysi kolumindan olinganligini yozib qo'yiladi. Bizda kolumn yo'q, xohlasanglar qilsanglar bo'ladi. Hash map usulidan ketsanglar shunaqa. Endi menda hozir list bo'lganligi uchun men uni indeksini berib qo'yganman. 3-indeks. Ya'ni nima edi menda? Bu nima edi mana? Eng arzon kofe 3-indeksda turibdi. 1 2 3 mana 0 1 2 3 eng arzon kofe mana 3-da turibdi indeksda. Shuni qaytaryapti. Demak ishlayapti. Bo'lmasa transaction fail chiqardi. Misol men buni qilib ko'raychi qani? Mana ularga. Transaction fail mana. Ishlamayapti chunki menda bunaqa kofe yo'q-da. Xo'p, endi men bitta 14-raqamlida qancha kredit qolyapti hisoblayapti. 10,000 qolyapti ekan. Men bitta haligindagina 14 qo'yaylik-da.
Xo'sh, qarang, ana yetmay qoldi. Chunki mana bu yerda 3 ming edi-yu, mana bu eng arzon kofem. Endi bilmadim, necha yil oldin edi-yu, lekin 3 ming, короче, 10 mingdan 3 mingdan ayirib yetmay qolyapti kartamizni. Xo'p, keyin yana bitta available coffee degan narsa funksiyamiz bor edi. Cappuccinoni tekshiramiz. Cappuccino uchun produktlarimiz yetarlimi yoki yo'qmi? Ya'ni cappuccino uchun bizga nima kerak edi? 100 grammdan anaqalar kerak edi, produktlar. O'shalar yetarlimi yoki yo'qmi? O'shani tekshiramiz. Yetarli ekan, chunki nimaga? Biza mana bu yerda berib qo'yganmiz. Produktlarimiz kofedan 1000 gramm bor, milkdan 5000, waterdan 4000 milligramm bor. Demak yetadi. Hali ko'pini sotib olmadik. Shuning uchun zo'r ishlayapti. Endi ketdik mana kofeda anaqa qilamiz. Kofeda. Men mana shuni olasizlar-da, shuni olib kelib turman bitta. Bunda kopiya qilib такой private attributlar ochib bunda yasalib qo'yiladi. Keyin konstruktor yasalanadi. Oson yo'li bor ekan. Xo'p, bunda bossanglar, bunda konstruktor yasab bersanglar, mana o'zi yasab berar ekan. Bunda qilsanglar, keyin bunda o'zingizlar qo'shib chiqsanglar bo'laveradi. Xo'p, int price deb mana shu yaxshi usul bor ekan. Xohlasanglar bittalab yozib o'tirgandan ko'ra o'zi yasab beradi. Keyin mana bu yerda initialize qo'yasizlar. Bunda olib o'ziga tiqib qo'yiladi. Xo'p, endi har bittasiga getter yozib chiqilinadi. Chunki olish kerak-ku, chunki bular private-ku, bular menga kerak-ku, men buni ishlataman-ku baribir. Name'ini olaman, price'ini olaman, coffee amount'ini olib, milk'ini, water'ini olaman. Chunki men plus minus qilayotganimda amount'lari kerak bo'ladi. Price'ini bilmoqchi bo'lganimda price kerak bo'ladi, name kerak bo'ladi, обязательно. Endi men bu narsani ham o'zingizlar bundoq yozsanglar chiqarib berar ekan. Bundoq turib, bundoq bosib turib toString method desanglar, bu fit qilib bundoq bossanglar, mana bu boshidagini shunaqa qo'ydim menda borligi uchun chiqarib beradi u chiroyli qilib. Bo'ldi, oson bo'lib qoldi endi bu yoqda yozish. Endi kartaga o'tamiz. Bu yoq tushunarliligini umid etaman. Olasizlar uni initialize qilasizlar mana bu yerda getterlar yozasizlar. Bundoq bosib turib generate toString o'zi qilib beradi. Nima yozib o'tirilmaydi. Kartaga o'tamiz. Kartada ikkita bizda narsa bor xolos. Kartani o'zi balansidagi pul, nechi pul. Kartani ID'si, kartani krediti, ya'ni puli, money. Of course, okay, kartani card ID'si bo'ladi, kartani krediti bo'ladi. Olamiz, tam bu yoqda ham biz anaqa qilib qo'yganmiz, konstruktor yasab qo'yganmiz. Kartani ID'sini oladi, initialize qiladi, kreditni oladi, initialize qiladi. Xo'p, keyin bizda card uchun get card ID degan getter yozdik. Kredit uchun ham get credit degan anaqa getter yozib qo'ydik. Chunki bizga kerak, bular private edi. Olish uchun bizga getter method kerak, ya'ni magic functionlar. Magic functionlar shu getter setterlar hisoblanadi. Mana bu ichida o'zgartirib bo'lmaydigan narsalarni tashqaridan olishlik uchun o'zimiz mana bu function yozib qo'yganmiz. Xo'sh. Endi buni o'rtasida tushuntirib ketsam ham bo'laveradi. Xo'p, mana bu yerda plus minus qilinayotganda kerak bo'ladi bu. Kreditni mana bu yerda o'zidan plus minus qilib bo'lmas ekan. Shuning uchun kartni ichiga men alohida function yozib qo'ydim. Ya'ni kreditni sell qilganingizda, kofe sotib olinganda kartadagi mablag'ni ayirishlik uchun kiritilgan amountni ayirib tashlanadi. Ya'ni misol haligida eng arzon kofe 3000 edi-yu. Misol mana bu 14-kartada 10000 bor edi, o'sha 3000 ni ayirib tashladi, bizda 7000 qoldi. Shunaqa. Refill kreditda pul qo'shiladi. Mana yozib qo'ygan ekanman. Deduct money qiladi, bu esa kartani pulini ko'paytiradi, boyitadi. Endi coffee machine'ga o'tamiz. Coffee machine juda qiziq. Mana ustoz berib qo'ygan, mana bu funksiyonlarni yozib chiqish kerak bittalab. Xo'p, bu yoqda biz o'zimizga o'tib olamiz. Ana add coffee, get price, recharge card, o'zimizga o'tamiz. Jicha complex, jicha xunuk bo'lishi mumkin. Yaqinlashtirib olamiz. Okay. Coffee machine. Ketdi. Bu yoqda biz birinchi bo'lib menu yasaymiz. Menu for coffee products, right? Coffee produktlari uchun biza cafe menu degan nima deydi? Array ochib olyapman. Buni kofedan olib, ya'ni
mana bu narsadan olib, mana bu narsalar. Mana shu kofeni obyektidan olib, kofedan obyekt olib array yasaymanda. Referensmi shunaqa. Ishqilib mana shundan olib yasayman. Ichida mana bu narsalar bo'ladi. Har bittasini ichida mana shu narsalar bo'ladi. Mana bundoq tushuntirsam, misol obyekt, right? Obyekt. Mana shuni har bittasini ichida mana buni ichidagi 5 ta atributi bo'ladi. Name, price, amount, watermi, coffeesimi, milkmi bo'ladi har bittasi. Bo'ladi mana bu yerda. Chunki obyekt yasaymiz. Obyektlarni arraysini yasaymiz obyektlar bo'yicha. Buni bitta o'zi qanaqadir kofega teng. Misol kappu degan kofeni ichida o'sha o'ziniki bo'ladi. Xo'sh, endi kartalar uchun alohida array, kartalar uchun. Ya'ni kartalarimiz o'zi mana bundan olib yasaymiz, karta klassidan. Ikkita o'zi atributimiz bor ekan. Bitta kartaning ichida karta ID'si kredit bo'lar ekan. Shu narsa bo'yicha yashab qo'yamiz. Buni ichida nimalar bo'ladi? Misol bittasida ID'si bo'lib turib, krediti bo'ladi. Xuddi shunaqa bu takrorlanaveradi. Ya'ni obyekt yasaymiz-ku biz. Bu yerda prosta array berib qo'yamiz, keyin mana bu yerda initialize qilamiz. Mana men Java'da nechtaligini aytamiz. Mana bu misol coffee menu uchun 20 ta coffee produkti. Karta uchun 50 ta karta. Endi mana shunaqa limit qo'yib qo'yganmiz. Milk endi bu umumiy quantity. Coffee stock, milk stock, water stock. Qancha sig'dira oladi coffee machine? Qanchaga qurib yetadi? Umumiy maksimumini yozib qo'yamiz. Uni qayerda yozamiz? Mana bu yerda yozilishi kerak. Mana bu yerda yoziladi. Mana mana. Milk stock, bu narsalar bu yozibdi. Mana shu yerda yoziladi hammasi. Yangi coffee machine qilinayotganda mana shu yerda yozilinadi. Men kam yozib qo'yganman, chunki mana bu 100 dan. Xohlasanglar mana bundoq qo'yinglar. Xohlasanglar mana bundoq qo'yinglar. Endi ana shunaqa coffee stock qo'yayotganda mana shu 5 tasini olib yoziladi. Bu umumiy qanchaga misol 4350 gram umumiy kofe. Bunda 100 gramli kofe ketadigan kofe produktlardan 43 tasini yashasa bo'lar ekan. Endi shunaqada, endi mana shunaqa qilib qo'ysanglar bo'ladi. Endi bu konstruktor yasab qo'yiladi. Bu template bu. Mana bu yerdagi narsani olib, mana bu yerga tiqib qo'yamiz. Initialize qilamiz. Prosta initialize bo'ldi. Ya'ni misol mana bu nima vazifasi desanglar, main Java'da biz mana bu narsalarni beramiz-ku. Mana bu narsalarni beramiz-ku. U buni oladi, mana bu yerga olib kelib o'ziga initialize qiladi. Ya'ni oladi, o'ziga tiqib oladi, o'zini template'iga. Bu yerda hayron bo'lgan bo'lsanglar, mana bu yerda 20 ta qilib qo'yganman, array berganman. Karta uchun mana bu yerda mana array berganman. Qolganiga o'zim yozib chiqaman mana bu yerda stoklarini. Endi ketdim. Xo'sh. Add coffee. To'g'risi buni bitta videoda qilaman. Shunda osonroq bo'ladi. Xo'p, ketdik. Add coffee. Add coffee'da price, coffee amount, milk amount, water amount. Xo'p, aytilgani nima? Bu yerda yozib qo'yganman. Kiritilinishi kerak bo'lgan mana bu yerda ustoz ham yozib qo'ygan bo'lishi kerak. Mana boshidagi 5 ta narsa bor-ku, kofening atributlari. O'shani kiritamiz bu yerga. Price, what amountlari, name. Endi iteratsiya qilib chiqamiz. Cafe menu nechta edi? O'zi length bo'ladi, o'sha bo'yicha aylantirib chiqamiz. Biz bu yerda ochiqchasiga bermaganmiz. Uni main Java'dan olib kelinadi. Misol 20 ta bo'lsa, 20 marta aylanib chiqiladi. Xo'sh, misol length'ini o'shancha berib qo'yganmiz. Cafe menu 20 ta obyekt bor ekan. 20 ta obyekt bo'yicha har bittasi aylanib chiqadi deylik. Oshib boradi. Har bitta add coffee'ni vazifasi nima edi? Bizda bo'sh bo'lsa, o'sha coffee qilib ketilaveradi. Ya'ni empty bo'lgan joyga tiqilinib ketaveradi. G'irt library'ga o'xshaydi bunaqa taktika. Cafe menu index oladi, har bittasiga kiradi. U emptymi, o'sha nullmi yoki null emasmi tekshiradi. Agar null bo'lsa, u yerga yangi coffee yozib chiqqan deydi. Yangi coffee yozib chiqadi. Amountlari bo'ladi, price,
chunki mana bu yozib qo'ygan bo'lamizda berayotganimizda mana add coffee demak qaynoq kofe deb beryapmiz 7150 150 oladida shu yozib qo'yadi. Obyektimiz to'lmagan bo'lsa, ya'ni уже arrayimiz 20 ta obyektga to'lmagan bo'lsa, mana bu yerda shuna boradi, birinchi kelgan empty slotga yoziladi. Keyingisi yana empty ga. Agar misol mana bunisi уже bir narsa egallangan bo'lsa, o'tadi bulardan, keyingisiga yozadi. Mana empty ga borib tiqilinaveradi. 0 bo'lsa bo'ldi, borib o'zi joylashib oladi joyiga. Endi buni ko'rdik. Boolean qaytaradi. Agar qo'sha olsa true, qo'sha olmasa, mana bu true nimaga borib yangi qo'shadi. False qachon bo'ladi? Mana bu yerda bizda 20 ta kofe уже to'l bo'lgandan keyin false qaytaradi. Boshqa joyi yo'q aka deydi, bo'ldi. Shunaqa qiladi. Get price. Get price da aytilganidaqa coffee name'ini berasizlar. Misol kapu deyiladi. Cappuccino demak, kapu degan kofe berasizlar. U kofeni tekshiradi. Bizni obyektlarimiz ichida bormi bu kofe deydi. Mana getterlar mana shu yerda bizga yordam beradi. Biz coffee name beramiz. Misol kapu degan kofeni nomini beramiz. Biza get name, ya'ni buni tekshirishlik uchun mana bu yerda biz bor, ya'ni o'zimiz yasagan kofeni nomini qaraymiz. Bizda kapu degan misol name'li bitta kofe bo'lsin. Biz uni mana bu yerda private qo'yamiz, olamiz, getter bilan olamiz. Name'ini olamiz, baqa o'tamiz. Shuni olamizda kapu, kiritilayotgan nomi ham kapu deylik. Kapu yoki kapu. Bir-biriga tengmi? Equal stringlarni aniq qiladi. Xohlasanglar compare to ni ham ishlatsanglar bo'ladi. Hozir pastroqda ko'ramiz uni ham. Mana bu yerda. Prosta unda 0 ga tenglab qo'yiladi, ya'ni bu to'g'rimi degan ma'noda. Condition uchun. Ishqilib to'g'ri bo'lsa, yo'lingiz ochiq ekan deydi. O'sha obyekt turgan joyidagi price'ini oladi. Xuddi o'sha kofeni mana bu yerdan borib price'ini olib beradi bizga. Kapu misol 88 ming emasda, misol 8 ming bo'lsa, 8 mingligini qaytarib beradi. Name'ini oladi, to'g'ri bo'lsa price'ini qaytarib berar ekan. Agar xato bo'lsa -1 error kod qaytaradi. O'shaning uchun men bu integer yozib qo'yganman. Integer. Price ham integerda bo'ladi. Error bo'lsa -1 qaytaradi, o'sha sezasizlar. Xo'p, refill product. Bu qanaqa ishlaydi? Bu zo'r ishlaydi. Misol kofe, mana bu yerda kofe deydi, mana bu yerda qayerda edi? Coffee stockmi? Bizda mana bu kamayib qoldi. Misol atigi 50 qoldi. Atigi mana bu 60 mg qoldida, o'sha tugab boryapti biza. Mana bu narsalarimiz tugab boryapti. Shuning uchun endi biz o'tamizda mana buni qo'shish uchun bizga nima kerak bo'lardi? Bizga refill product degan function yozib olamiz. Shu mana bunga misol qanchadir qo'shish uchun. O'shani qo'yish uchun mana bundan foydalanamiz, mana functiondan. Ketdi. Qanaqa bo'ladi? Berilgani bo'yicha birinchi produktning ismini yozilinadi. Ya'ni bizda produktlar nima edi? Tayyorlanish uchun mahsulotlarimiz kofe, sut, suv. Sut, suv. Uchalovidan boshqasi bo'lsa xato. Mahsulot ismi kiritiladi va biz qo'shmoqchi bo'lgan amount, umumiy miqdoriga qo'shmoqchi bo'lganimiz. Misol aytaylik, kofe juda kam qoldi, siz yana bir 1000 mg qo'shib qo'ymoqchisiz. Uni yozasiz. Farqi yo'q qanaqa yozishingiz. Kattada yozasizmi, kichkinada yozasizmi, tekshirish uchun biz uni lower letterga o'tkazib olamiz. Mayda harflarga. Agar switch case'dan foydalanamiz, if else'dan ko'ra osonroq bu. Bunaqa holatlar uchun ko'p bo'lsa variantlar. Kofe kiritilsa, coffee stockni o'zini ko'paytir, ya'ni oshirib qo'y, berilgan amountni qo'shib qo'y, 1000 mg qilib qo'y. Agar bizda initially 50 bo'ladigan bo'lsa, qo'shib qo'ysa yoki misol 500 bo'ladigan bo'lsa, keyin bu yoqda bu 1500 mg kofe bo'ladi. Milk bo'lsa, milk ham shunaqa amount berasiz.
Agar milk deb to'g'ri yozgan bo'lsangiz, unda qo'shadi, marhamat. Water water deb yozib to'g'ri yozgan bo'lsangiz, marhamat qo'shadi. Agar boshqa narsa qilsangiz, wrong beraveradi. Keyin yaxshilab qaranglar, bu yerda break ishlatilgan, chunki biz void ishlatyapmiz. Void odatda print qilish uchun, ya'ni hech balo qaytarmaydigan narsa. Buni mana bu switch case'larni o'chirishlik uchun biz break ishlatamiz. Bo'lmasa u keyingisiga o'tib ketaveradi. Misol aytaylik, misol milk kiritdim. Keyin amount kiritdim, qo'shyapman, bo'ldi. Bu yerda tugamaydi u. Keyin yana boradida bundoq qaraydi, yana milk bor ekanda deydi, ketaveradi bu, anaqa qilmaydi. Yoki default kod oladida wrong qo'yadi. Shuning uchun shundoq biz operatsiyani bajardikmi? Bo'ldi, chiq ket, sistemadan chiq ket, break, tuga deydi, bo'ldi. Shunaqa. Void bo'lganda shunaqa qilinadi. Keyin mana bu ham default bu как eng oxirgi vaziyatda else case scenario. Bo'lmasa wrong deymizda, bo'ldi. Bu yerdan ham otib olamiz, bo'ldi. Bu yerda void ishlatilgani uchun shunaqa qilinyapti. Endi masalliq bo'yicha qo'shilar ekan umumiga, bo'ldi. Aytdik buni. Endi available coffee mana bu yerda coffee name beriladi, вот так. Qaytariladi. Coffee name berilyapti. Kofe tayyorlash uchun ingredients yetarlimi yoki yo'qmi? Shuni bilinadi. Coffee name, misol kapu yoki jippu deylik. Mana shu yoki eng arzon kofemiz bor o'zimiz qaynoqqadan, o'shani kiritsak va u kofelarni ichida bormi yo'qmi tekshiramiz. Ketdik. Xohlasanglar for loop o'zgartiramiz hozir. Kofe menyuni indekslari bo'yicha aylanib chiqamiz. Qaysi bu biz kiritilgan, ya'ni kofe name olamizda, boramiz obyektlarning ichiga. Qaysi biri null bo'lmasa, chunki kofe null bo'lmagan joyda paydo bo'ladi-ku. Ya'ni o'sha band qilingan bo'lsa, kofe bor degan narsa. U o'sha borayotgan indeksimiz birinchidan band qilingan bo'lishi kerak. O'sha band qilingan joyda biz kiritgan kofe name mana. O'sha kofelarni ichidagi name olamiz. Biz kiritgan bilan to'g'ri kelsa, ya'ni to'g'ri kelsa bu 0. Compare to da mana shunaqa qilib qo'yiladi. Bu to'g'ri kelsa 0 degan, equal bo'lsa shart emas u. O'zi avtomatik qilib beradi. Compare to qilsanglar shunaqa. Bu bir-biriga to'g'ri kelyaptimi, shuni tekshiradi. Agar mana check if same compare to to'g'ri kelsa, unda available coffee qilamiz-ku, yetarlimi yo'qmi tekshirib berish uchun. Milk stockimiz aytaylik, misol kapu. Mayli, cappuccino deylik. Milk stockimiz mana bu yerga. Men buni tekshiryapman. Coffee stockim 100 dan kattami? Ha. Milk stockim, milk amountdan buni tayyorlash uchun ko'pmi? Ko'p. Water ko'pmi? Ko'p. Agar shuni tekshiryapman men bu yerda. Shunchaki shuni tekshiryapman. Ya'ni milk stocklar bu umumiysi. Men bu yerdan getter ishlatyapman. Ya'ni har bitta produkti uchun, misol kofeni qaytarish, amountini qaytarishlari uchun mana bunaqa getterlar yozib qo'yganmiz. Ularni olib bu yerda ishlatyapmiz, tekshiryapmiz. Milk yetarlimi? 100 grammdan oshiqmi? Water yetarlimi? 150 dan oshiqmi? Kofe yetarlimi? O'sha amountdan oshadimi? Ya'ni bizda yetarlimi shu narsani qilish uchun? Agar bo'lmasa u biz xohlayotgan narsani bermaydi-ku. Shuni tekshiramiz. Endi bu mana bunday qilib qo'ysanglar ham farqi yo'q. Bu prostani for fruit in fruits degandaqa. Mana bu uzunligi, mana bu menyuni o'zi, endi xohlasanglar uni umuman farqi yo'q. Xo'sh. Orqaga qaytarib qo'yamiz. Hadi. Bu ham yaxshi. Okay. No problem. But o'zimizga yaxshi, shuning uchun o'zimizga yaxshi ekan, baribir ishqilib mana tushunarliroq bo'ldi. Endi ketdik. Xo'p, recharge karta. Kartani kiritamiz. Agar o'sha bo'lmasa yangi yaratamiz. Agar bo'lsa pul o'tkazib qo'yamiz. Mana bu o'zingizlar xohlasanglar sinab ko'ringlar, lekin
pul qo'shilmaydi. Ya'ni bundoq yozsanglar, karta get karta kredit plus mana bitta вообще xato beraveradi. Mana bu kreditdan qilsanglar xato beradi bu narsa to'g'risi. Mana error beryapti. Variable expected. Men bu narsani qilib bo'lmasligi uchun men bu yerda fill credit yozib qo'yganman. Mana mana men bu yerda yozib qo'yganman fill creditni. Yangi amount qo'shmoqchi bo'lganda o'shani olib kelib qo'shiladi baqa deb yozib qo'yganman. Ya'ni kreditni olib kelasiz, yangi pul qo'shmoqchisiz, bor kreditga qo'shib qo'yamiz. Misol bizda 15 ming pulimiz bor, yana 25 ming to'ldirmoqchiman. Shuning uchun men bitta fill credit qilaman. Men bu yoqda birinchi o'sha doimgidek tekshirayotganim karta ID ni olaman. Karta ID kiritiladi birinchi. Karta obyektlarning ichida karta 0 bo'lmasligi kerak, kartam bo'lishligi tekshiraman va 0 bo'lmagandan keyin kartam o'sha kiritgan karta ID bilan bir xilmi yoki yo'qmi? Ha bo'lsa kiramanda kredit, ya'ni summasini oshirib qo'yaman. Mablag' qo'shaman. Mablag'ni qanaqa qo'shaman? Men bitta bor fill credit, bor kreditga yangi amount olib kelib qo'shib qo'ygan deyman. 15 ming 25 ming qo'shib 40 ming olib qo'yaman. O'sha 40 ming pulim bor, boy odamman endi. Tam shunaqa. Keyin true qaytaradi. Endi bu yoqda anu ikkinchi usul bilan ya'ni qildik. Karta degan misol item oldik-da. Kartasi lengzi bo'yicha yurdik. Ya'ni karta obyektlari bo'yicha. Men bundan ko'ra jicha osonroqlashtirilgan variant. Agar biz karta ID'miz xato kelsa, yangi bitta karta yarataveramiz bu yoqdan. Va aylanib chiqamiz, empty 0 bo'lgan joyini olamiz, новая karta, yangi karta yaratamiz mana bu yerdan. O'sha indeksga borib, yangi karta yaratgan biratim deyman, mana bu yerdan oladi, yangi karta yarataveradi. Bo'ldi, keyin true qaytaradi. Ikkita holatda ham true bo'ladi, chunki bizda kontekstda mana bu yerda yozib qo'ygan. Va karta credit bo'lmasa recharge qiladi. Karta credit otherwise recharge bo'ladi. Shuning uchun ikkita holatda ham red turing. Agar kiritgan kartamiz umuman bu misol 50 ta kartaning ichida ham bo'lmasa, joy ham qolmagan bo'lsa, no empty space for card deymizda false qaytaramiz. Bo'ldi, tamam. Endi get credit. Kreditni olish, ya'ni bu kredit anaqa kredit emas, misol mablag'ida ichidagi kartani. Kartalar bo'yicha yana aylanib chiqamiz. Bu kartani ID'si 0 emaslik kerak, doimgidek kiritilgan ID'ga teng bo'lish kerak. Keyin kartamiz borligini tekshiramiz. Ya'ni kartamiz bor ekan, ID to'g'ri kelyapti, bo'ldi. Menga mablag'ini qaytar deymiz. Agar ID'si noto'g'ri bo'lsa, bo'ldi, xato deymiz. Bu yoqda yangi karta qo'yapti, chunki bu recharge uchun. Bu faqat mablag'ni o'zini bilish uchun. Bu xuddi anu Coffee'da get price ga o'xshaydi. Endi sell eng asosiy bazaviy logika mana shu yerda yotibdi. Xo'p, bizda Coffee'ni o'zi kiritiladi va karta ID kiritiladi. Ya'ni haliginda chizib ko'rsatganimdek, misol arzon Coffee Trivadnom kiritiladi, mana bu yerdan karta ID kiritiladi. Mana bu yerda operatsiyalar bajarilsa, oxiri deduct bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi? Sellda birinchi bo'lib o'sha cafe menudagi kapuni olamizda, kapu bormi bizda? Yo'qmi? Uni tekshiramiz. Agar xo'p, kiramiz. Agar u bor bo'lsa, mana shuni olib ketamiz. Agar yo'q bo'lsa, hamdan to'g'ri error beraveramiz. Bo'ldi. Keyin bo'lmasa, mana bu yerdan kiramiz. Tekshiramiz. 0 emasmi? O'sha slot 0 emasmi? Undan keyin biz berayotgan name available mi? Ya'ni kapu degan coffee bormi? To'g'ri kiritdingmi? Tekshiramiz. To'g'ri bo'lsa bo'ldi, ketdi. Endi is enough stock degan boolean yaratamiz bu yoqda. Boolean, ya'ni xuddi anu tepadagi narsani tekshiramiz. Mana bunaqa. Yetadimi yo'qmi? Tam available coffee daqa. Ya'ni bizda yetarli qiymatdagi masalliqlar bormi? Sutimiz yetadimi? Suvimiz yetadimi? Kofemiz yetadimi? Tekshiramiz. Buni getter bilan olib tekshirib qo'yamiz.
quantity availabilityga qilamiz. Xohlasanglar xuddi shuni mana buni olib, mana buni delete qilib, mana buni bundoq olib kelib turib, mana bunga qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana bunda chiroyli bo'ladi. Agar is enough stockimiz mana bu yerda, mana bu end degani-ku, hammasi to'g'ri qaytarsa, ya'ni yetarli bo'lsa, endi xohlasanglar mana buni bundoq qilib qo'ysam bo'laveradi. Chunki bizga misol eng minimal vaziyatda kofemiz 100 qolgan bo'lsa, milkimiz 150 qolgan bo'lsa, mana bu bo'lsa 100 qolgan bo'lsa, mana 150 imiz bormi bizda? Misol coffee amount 100 o'zi ham qolgan bo'lsa 0 qoladi-ku. Ya'ni hozir men agar tenglik qilmaganimda 100 bo'lsa yetmaydi deb yuborardi. 100 ga ham tenglashtirib qo'yaman. Shuning uchun bu yoqda eng oxirgi vaziyatda ham kofe tayyorlab bersin menga. Shunaqa holatda xohlayapman men. Shuning uchun tenglab qo'yapman. Agar unaqa qilmasam 100 milligram kofein bor, 100 milligram kerak menga o'zi. Lekin error beraveradi. Lekin men xohlamayman. Shuning uchun tenglashtirib qo'ydim. Shu yoqda farqi bor. Va bu end operatsiyasini bajaryapti. Ishqilib bizada available stock bo'lsa, o'tamiz baqa. Agar u yetarli bo'lmasa, mana -1 to'g'ridan to'g'ri error qaytara olamiz. Shuning uchun men bitta int yozib qo'yganman. -1 errorni dalolati. Endi biz bu yoqda false emas ekan, o'tdik, false bo'lmagan taqdirda endi kartani operatsiyasiga o'tamiz. Kofe bizda tugadi. Kofe mana bu yerda biz oldik. Trivatnom bor ekan, yetar ekan. Endi shundoq o'tdik. Kartaga keldik. Kartani tekshiramiz. IDsini hozir biz bu yoqda check qilamiz. Check qildik. Karta bo'yicha alam chiqdik. Karta 0 bo'lmaslik kerak va olgan IDimiz bir xil bo'lishi kerak. Kart get credit, ya'ni mablag'i bizning price'imizdan ko'p bo'lishligi kerak. Aytayli, Trivatnomimiz 3000 so'm, lekin bizani mana bu yerda price'imiz eng arzon qaynoqqina kofemiz 3000 so'm. Bizdagi qolgan pul esa 5000 so'm. Pulimiz yetadimi? Yetadi. Ketdik. Endi deduct credit deb yozib qo'ygan. Bu qayerda? Mana go to declaration. Men bitta kartni o'zida men deduct qilib qo'yganman. Ya'ni kofe mashina o'zida qilib bo'lmas ekan bu narsani. Bor kreditdan kiritilgan summani ayiradi. Bizdagi kiritilgan summa bu price. Bu price. Men buni olaman. Mana men bitta amount, ya'ni price'ni ayirib tashlayman. 5000 dan 3000, 2000 qoldi kartam. 2000 gina. Avtobusga ham yetmaydi-ku men. Endi xo'sh. Endi bundan keyin biz pul yechdik. Endi pulni yechib oldik kartadan. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz biz o'sha eng arzon qaynoqqina kofemizga ketadigan larini ayirib tashlaymiz. Umumiy masalliqdan olib tashlaymiz. Misol bizda umumiy milk stoklarimiz mana bu yerda ko'paytirib yozib qo'ying. Misol 450, mana bu 350, mana bu 340 deylik, ha? Umumiydan olib tashlayman. Menga eng arzon qaynoqqina kofeimni tayyorlash uchun 3000 so'mni ayirdi, 2000 ham qoldi. Endi kofe amountlarni qo'yaman. Misol 100 bor bu yoqda. Mana bo'ldi. Solib. Mana bu 100 bor-ku. Shuni olaman. 100 olib ayirib qo'yaman. 350 qoladi. 350 milk stock bo'lsa, keyin bundan necha 50 ni ayirib qo'yaman. 300 gram qoladi. Waterdan, misol 340 dan 50 ni ayirib qo'ysam, bu yoqda kam qoladi. Otib yubordimmi deyman yana. Ishqilib bo'pti.
qaytib kirib olay. Xo'p, nima deyotgandik? Shular arib tashlaydi, nima bo'lsa ham. Arib tashlaydi. Keyin o'tib olamiz. Xo'p, biz bu yerda qotib qoluvdik. Ishqilib arib tashlaydi, bo'ldi, kamaytiradi, anaqa qiladi. Keyin oxirida bizdan so'ralgan narsa, kolumnimiz yo'q bizni, indeksimizni qaytaramiz. Whatever coffee bo'lsa ham. Bizda o'sha eng arzon kofe 3-indeksda turibdi. Bu qaytaradi o'zi. What mana bu yerda eng arzon kofe deyilganmi? Mana bu yerda mana indeksini qaytaradi. Kofe 3-indeksdan olindi deb qaytaryapti mana bu yerda. Mana yozib qo'yganman. Eng arzon kofe 14-karta bilan kiryapti. Mana rezultat indeksini olyapti. O'tdak. Endi bo'ldi, shu bilan tugaydi. Agar mana bu yerda bundoq boramiz mana. Mana bu yerda tugayapti, to'g'rimi? Mana if get price'imiz yetsa, mana bu oxirida ayirib indeksini qaytaradi. Bo'lmasa chiqadi error -1 xato yetmaydi pul deydi, bo'ldi. Vobshem xato bo'lgan paytda oxirida mana -1 yozib qo'yamiz. Mana qilib mana coffee machine'ni tugatdik. Mana bu assignment done. Xo'p, anaqa ham restoran kitchen ham deyarli shunaqa ekan mana. O'zi per-made anaqa ekan bu ham. Kirsanglar, g'irt bu ham shunaqa. Xo'sh. Bu ham g'irt shunaqa. Buni o'zim qildim. Mana bu yerda ham o'zlari berib qo'yganlar, buni ham qilinish kerak. Shu paka anaqasi shu. Unda ham ana ideya bir xil. Deyarli ideya bir xil. Mana. Farq qilmaydi. Coffee payment card buna. Bu yerda g'irt shunaqa bir xil. Prosta mana bu yerda save qo'yish kerak, adashmasam. Shu joyda ozgina farqi bor. Bo'ldi, birga bir kopiya. Qana yozilgan bo'lsa, o'shani qilsanglar bo'ladi. Bu introda keyingi video uchun qilib. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Coffee machine tugadi. Menimcha hammasi zo'r ishlayapti mana. Rezultatini ham ko'rib qo'yaylik mayli. Rezultat. Mana. Men borlarini chiqarib berdim mana bu yerda kofeni. Shuning uchun mana bu yerda ko'pini aniq qilmayapti. Mana. Hol mana nullini ham chiqarib qo'ysak, bo'laveradi bu yerda. Mana buni olib mana bundoq turadi. Nullini ham chiqarib qo'ysa bo'ladi mana bu yerda. Prosta ko'payib ketadi. Mana 0 bo'lib chiqadi mana. Kofelarim o'zi 20 ta edi, produktlarim sig'adigan. Mana. Menda atiga hozir 5 ta bor. Qolgani 0. Shularni ishlayapti. Mana bu yerda biz add coffee qildik, kofelarni qo'shib chiqdik. Mana 5 ta kofe, qaynoqqina kofelarimizni qo'shdik, qolgani 0 bo'ldi. Kartalarimiz ishlayapti. 50 ming, 10 ming, 7,5 ming bor. Shu 67,5 mingimiz bor ekan paka. Xo'p, espresso 7 mingligini get price function orqali oldik. Birinchi bo'lib kartamizda 10 ming bor edi. Keyin biz eng qaynoqqina arzongina kofemizni oldik, 3 в 1 va 3 ming ekan, ayib tashladik. Kartamizda 7 ming qoldi. Keyin available function, ya'ni kofe tayyorlash uchun bizda produktlarimiz soni yetadimi? Xo'p, o'shani tekshirdik. Ha, yetar ekan. It's available. Shunaqa. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.